Ayni daqiqalarda Yoshlar ijod saroyida O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni topshirish marosimi bo'lib o'tmoqda. Jarayonlardan hamkasbimiz Shohsanam Komilova xabar berishga shay. Assalomu alaykum, marhamat, siz efirdasiz. Assalomu alaykum, rahmat Jasur. Haqiqatda bugun yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida yoshlar O'zbekiston Respublikasi prezidentining e'tibori bilan bugun mahalladan vazirlikkacha yaratilgan tizim o'z natijasini ko'rsatyapti. Bugun katta maydonlarda, xalqaro arenalarda yoshlarimiz yurtimiz bayroqlarini yuksaklarga ko'taryapti. Bu albatta e'tiborning, islohotlarning natijasi desak mubolag'a emas. Bugun ayni mana shu jarayonlarda faollik ko'rsatgan fidoyilarni O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni bilan taqdirlayapmiz va ular orasida jamiyatdagi har bir tarmoqda o'zining tashabbusini ko'rsatgan, fidoyilik ko'rsatgan yoshlarimiz bor va men hozir yonimda turgan suhbatdoshimizga yuzlanmoqchiman. Namangan viloyatidan Begoyim, demak Parisova. Bugun siz ham taqdirlanganlar orasidasiz. Qanday tashabbuslaringiz, qanday yutuqlaringiz bilan bugun mana shunday yuksak mukofotga ega bo'ldingiz? Ochiqni aytsam, hozir juda ham qattiq hayajonda turibman. Aynan yil yakunida mana shunday O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni bilan taqdirlanganim meni juda ham xursand qildi. Sababi yaqindagina prezidentimizdan Abdulla Avloniy stipendiyasini ilk bora birinchilardan bo'lib qabul qilib olgandim. Albatta hozirgi kunda Namangan davlat pedagogika instituti ikkinchi bosqich talabasiman hamda mana shu fakultetda yoshlar yetakchisi sifatida o'z faoliyatimni olib boraman. Faoliyatimiz davomida aynan talabalar bilan talabalarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni liderlik qobiliyatlarini shakllantirish va ularni iqtidor va iste'dodlarini kashf etib, to'g'ri yo'nalishlarga yo'naltirish va ular uchun eng kerakli va ular xohlagan loyihalarni tashkil etish bo'yicha o'z ishlarimizni olib boramiz. Aynan bugungi kunda mana shu ishlarimiz o'z samarasini bergan holatda birgina misol keltirib o'taman. O'tgan o'quv yilidan boshlab biz o'zimizning fakultetimizda bilim, ko'nikma va tajriba bilan liderlik sari nomli maxsus o'quv dasturimizni boshlagan edik va hozirgi kunga kelib bu o'z natijasini berdi. Sababi bugun bizning fakultetda aynan liderlar maktabi shakllandi. Har bir talaba o'zini liderligini kashf etib, mana shu liderligini to'g'ri sohalarda foydalanmoqda va katta yutuqlarga erishmoqda. Shuningdek, aynan shuni bilamanki, bugun men kabi O'zbekiston yoshlari erishayotgan har bitta yutuqlar albatta mamlakatimiz rahbarini biz yoshlarga bergan imkoniyatlari va otalarcha mehrlarini natijasi deb bilaman va mana shunday imkoniyatlar berilgan paytda biz yoshlar albatta bulardan samarali foydalanib, yurtimizning kelajagi, uni ravnaq topishi uchun xizmat qiladigan yoshlar bo'lishda va o'zimizning oldimizga qo'ygan katta maqsadlarga erishishda hech qachon harakatdan to'xtamaymiz va mana shunday bizning mehnatlarimizning e'tirofi bizni juda ham xursand qiladi va kelajakka bo'lgan umidimizni yanada oshiradi. Rahmat fikrlar uchun. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak, shu kunga qadar ushbu O'zbekiston belgisi ko'krak nishoniga 1200 dan ortiq yoshlarimiz sazovor bo'lgan. Bugun ularning soni 52 nafarga ko'paydi va bu ko'krak nishonni ko'ksiga taqqan yoshlar ertaga yana ham shijoat bilan, kuch-g'ayrat bilan yangi tashabbuslarni o'rtaga tashlashi aniq. Buni bugun suhbatdoshlarimizning yuz ko'zidan ham bilish mumkin. Bizda hozircha shular edi. E'tibor uchun rahmat. Tadbirda ishtirok etayotgan hamkasbim Shohsanam Komilova to'g'ridan to'g'ri ma'lumotlarni yetkazdi.